Hozirgi O'zbekistonda svet gaz narxi oshgan paytda energiya tejamkor uylarni qurish juda ham muhim. Har taraflama. Yozgi kunida ancha sizga muzdek optimal havoni shunaqa uylar qilib beradi. Qishni kunida ham issiqlikni yaxshi ushlaydi. Bizda O'zbekistonda O'rta Osiyo bo'yicha uylarni isitish muammo emas. Yana qaytarib o'taman. Qaytarib aytib o'tib ketaman. Uylarni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo bo'lyapti. Sizlarga savol. Mana shu podgonlikda nima uchun shunaqa qilib chiqarib ketiladi? Sizlarga eng yaxshi informatsiyalardan bittasini yana qaytarib o'tib ketaman. Xuddi shu proyektda bo'lsa, korobka holatini anchadan beri aytmayotgan edim. Xo'p, 15 ming, 14 ming dollarga qilib beramiz. Agar tepasini metallocherepitsa yoki proxnasil bo'lsa, pritochniy klapan o'rnatganmiz. Juda ko'pchilik qo'yishmaydi mana. Buni shunaqa qilib ochib yopsa bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan beri YouTube'da chiqmay qo'ydik. Mana xudo xolasa hozir ikkita kottejimizni obzor qilamiz. Xudo xolasa yangi uchastkalar olib qurish ham niyat bor. Bugungi mavzuyimiz shu qurilishga kerakli bo'lgan yangi yaxshi informatsiyalarni aytib o'tib ketaman. Uyimizga kirganimizda xuddi shunaqa kichkinagina koridor qilsanglar juda ham manfaatga muvofiq bo'ladi. Issiq sovuqqa juda ham zo'r. Hozir shunda uyga kirganingizda уже ozgina salqin havo bilinyapti. Hozir biz uy tashqari bugun ham 38-35 gradus issiq bo'ldi, lekin ichkari ancha salqin. Uni podключ qilishga qaror qabul qildik, xudo xolasa. Uylarimiz yaxshi bo'ladi. Mana bu hovuzlarning ichi natajniy bo'ladi. Xudo xolasa zo'r chiqadi. Endi sizlarga yaxshi informatsiyalardan bittasi mana har bitta xonamizga shunaqa uyimiz ancha salqin. Salqin. Podgonliklari bilan zakaz qilganman. Pritochniy klapan o'rnatganmiz. Juda ko'pchilik qo'yishmaydi mana. Buni shunaqa qilib ochib yopsa bo'ladi. Havo kirishga. Keyin bir etajli uyni shunaqangi udobli taraflari tepadan yana ventilyatsiya havo chiqadigan qo'ysa bo'ladi. Lekin har bitta xonaga kichkina bo'lsa ham 50 lik turbadan ventilyatsiya qo'yib ketgan. Asosiy ventilyatsiyani shu koridorga qo'yamiz, bitta katta va vannaga bitta qo'yamiz. O'sha qo'yilgan motorlik va kuchnaga vitishga qo'yiladi. Shu uydagi har qanaqangi vlaga namlarni shu tortib chiqib ketadi. Uyga har doim 24 soat toza havo kirib turadi. Endi tashqariga chiqamiz. Elektromontaj ishlariga hammasiga monolit kabellar ishlatilgan, zazemli, misol uchun zazemli nasi bor. Rozetkalarga hammasiga 25 lik avtomat qo'yilgan. Qolgan chiroqlarga 16 lik avtomat qo'yilgan. Hozir ikkinchi uchastkaga chiqamiz. Kottejimizning orqa tarafdan ko'rinishi xuddi shu proyektda bo'lsa, korobka holatini anchadan beri aytmayotgan edim. Xo'p, 15 ming, 14 ming dollarga qilib beramiz. Agar tepasini metallocherepitsa yoki proxnasil bo'lsa 15 ming, bo'lmasam shiferda bo'ladigan bo'lsa 14 ming dollarga qurib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlarimni qo'yib qo'yaman. O'zim javob berishga harakat qilaman va sizlarda menga bo'lgan nima desam ekan, tavsiya, kamchiliklarini klientdan shu bilmoqchiman. Nimani ustida ishlasam bo'ladi? Hozirgi bitta joydan yana bitta uchastka olishga harakat qilyapman. Xuddi shuni ikki etajli qilib, hozirda moda bo'lyapti. U lokatsiyasi yaxshiroq joy. Bu joyga haqiqatan proxnasil bo'lmasa metallocherepitsa mansardniy qilib, yangicha uslubda tom yopiladi. Xudo xolasa ularning smetasini ham chiqsa, hozir shoshilmayapman. Bunaqa uy qurishlariga zakaz olishga, men desangiz, asta sekin-sekin chiqib ketyapsiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu uyimizni buni deraza romlarini o'rnatib ketishdi. Mana bu joyimiz kattenli bo'ladi. Buni joyini dorizaxonalarini polностью yoptirganman. Derazalar bo'yicha derazalarimiz hammasi Akfaplas aytilgan. Engelberg 7000 deylar, ancha qimmat bo'ladi. Bular haqiqatan budjet bor.
lekin bular ham issiq sovuqqa yaxshi. Tavsiya qilaman. Sizlarga eng yaxshi informatsiyalardan bittasini yana qaytarib o'tib ketaman. Ko'pchilik Patagonik qo'yishadi. Patagonikni mana shu deraza bilan rovna qilib qo'yib ketishadi va mana shu joyda shelini pena qilishmaydi va mana shu joyga sement quyib nima qilishadi-da, nima desam ekan. Xullas sementdan bir narsa chiqarishib, xullas atkuz qilishadi. Shu narsani boshqacha yechimlari bor. Bu derazalarimizga shotlanka qo'yilgan, menga juda ham yoqyapti. Uyimiz ancha salqin. Salqin. Patagonoklari bilan zakaz qilganman. Ko'p joyda mana shuni to'g'ri qilib ketadi-da, mana shu joydan Patagonik bilan derazaning o'rtasidan nima kiradi? Sovuq kiradi. Hozir biz mana shu joyga tunikadan atlif zakaz qildiraman. Atlifni mana shu joyda o'zining metkasi bo'ladi, mana derazalar mana shu yerga kiradi. Mana shu tarafdan yoqqan yomg'ir shunga atlifga tushib, pastga tushib ketadi. Ham g'ishimiz sho'rlamaydi, ham uzoq yil xizmat qiladi. Ham mana shu atlif qo'yishdan oldin Patagonik bilan mana shu derazaning o'rtasidagi shelni ham yaxshilab penalaymiz. Issiq sovuqqa qarshi. Va sizlarga savol. Mana shu Patagonikda nima uchun shunaqa qilib chiqarib ketiladi? Sabab. Standart bo'yicha ma'lumot beraman. Shitkaturka qilingan joyda 5, qilinmagan joyda 7 sm chiqarib ketiladi. Nima uchun shunaqa qilib chiqarib ketadi? Kommentar yozib ketinglar. Uylarimiz o'zi salqin, ertaga xudo xolasa mana derazamiz, eshigimizda ozgina kamchilik bor ekan. Buni ham zakaz qilgandan keyin uyimiz ancha issiq bo'lib qoladi. Salqin. Hozirgi O'zbekistonda svet, gaz narxi oshgan paytda energiya tejamkor uylarni qurish juda ham muhim. Har taraflama. Yozgi kunida ancha sizga muzdek, optimal havoni shunaqa uylar qilib beradi. Qishni kunida ham issiqlikni yaxshi ushlaydi. Bizda O'zbekistonda O'rta Osiyo bo'yicha uylarni isitish muammo emas. Yana qaytarib aytib o'tib ketaman. Uylarni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo bo'lyapti. Juda ko'pchilik shunga ahamiyat bermayapti. Hozir bu tomlarimizga ham minvata bosganmiz 3 sloy. Buni ham o'ziga yarasha texnologiyasi bor. Bizasdan A, B shuni ketma-ketligida qilingan. Uyimiz har taraflama termiz bo'lgan. Har taraflama. Xuddi shunaqa proyektda bo'lsa, misol uchun kelishilgan holda 25 mingdan 30 minggacha qurib beramiz. Pat ключ и перечисловой holatga qarab, korobkasini 14 ming 15 ming qurib beramiz. Telefon qilib ma'lumot olishlari mumkin. Kommentariyaga albatta yozib ketinglar, qaysi mavzu yana ham qiziqroq. Ko'proq Instagramga ko'p video qo'yapman. Silkasini ham qo'yib qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimni ham qo'yib qo'yaman. Xullas kalom, like, podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar, shunaqa kerakli ma'lumotlarni chiqarib borishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga salom.